tomir oladi. Tomiridan qirqib olib, monday gilos ko'chatlar bo'ladi. Bundan oldingi videoda biz aytdik edi. Bu podvoy VSL 2 gilosda tomiri, bunga keyin gilosda sortda qiyishtiriladi. Keyin o'sha daraxt bo'lib mo'ma beradi. Buni nima uchun bunday qilayotganimizni men aytdim edim. Bilganlar kommentariyaga yozinglar dedim. Hozir qaranglar. Bu menda apilkada biz shunday ko'mib chiqamizda, keyin bu apilkani biz nim qilib saqlaymiz. Saqlaganimizda mana chiqqanda, mana shoxtarni ostidan tomir oladi bu. Tomir olgandan keyin kech kuzda ballarni olib tashlaymiz. Olib tashlab apilkalarni bunday chiqarsak, bu podvoylar o'zi tomiri bilan bo'ladi. Tomiridan qirqib olib, mana men aytib ko'rsatgan, mana shunday qilib egiladi. Mana shular shunday tomir olgan podvoylar. Keyin bular avgustgacha qaralib, kuzda qiyishtiriladi bu. Kuzda qiyishtirilgandan keyin 1 yildan keyin o'zi cho'ng monday gilos ko'chatlar bo'ladi. O'sha uchun sho'ntib ko'paytirishda bir yo'li. Buni atvodka deb aytiladi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ishlaringizga igilik, cho'ntaklaringizga Alloh baraka bersin. Video yoqqan bo'lsa like-dan bosamiz. Podpiska etmaganlar podpisatsiya etib qo'yamiz. Klon bo'lib chiqadi. Bu urug'dan ko'paymaydi. Bu imенно shoxdan, bu shunday ko'paytirishda maqsad nima? Bardig'i birday bo'ladi. Bog' qilsa ham cho'ng kichigi bardig'i birday bo'ladi. Bu klon to'lqa shoxdan ko'payadi. Sog' bo'linglar.